bolalikdan nogironman men. 4 yashar, 5 yasharlik vaqtimda qo'qqisdan shu holatga tushib qolganman. Doktor qilishgan, eskicha qilishgan, lekin foydasi bo'lmadi. Biz qadrlagan narsalar endi biz nimamiz vaqtda onam etdi o'tib ketgan meni. Onam 13-12 yoshligimda o'tib ketgan. Dadamizga ama o'zim qaradim. Shu onamiz endi etdi o'tib ketgani uchun ona mehriga, ona nimasiga aslida qadrla olmaganman deyman-da, u vaqtda yoshlik qilganman. Onani nimasini nima qilmaganman. Shundan afsuslanaman men. Bu ota eshigingiz-a? Bu ota eshigim. O'zimning ota eshigim bu. Bitta akangiz bor xolos. Yo'q, 4 ta akam bor. Bittasi o'tgan. Siz qolgansiz bu eshikda. Bu eshikda men qolganman. Keyin oxiridan keyin dadam bu o'zi qolsa bo'lmaydi degan narsa bilan shu vaqtda shu akamni 3-akamga seni o'g'ling kelib o'tiradi. Seni o'g'ling shuni bolalari bilan, ayoli bilan mashinaga qaraydi. To oxiriga doğru qarab chiroyli qilinadi degan gapni akamga aytgan. Akam endi bular yaqinda nima bo'ldi? Kelishdi. Endi bu eshiklarni o'nglashyapti, chiroyli qilishyapti. Eshiklar bu holatda emas edi, devorlar tushib ketgan boshqa holat edi. Endi uy soldi, bir yil naves qilishdi. Xudo xolasa endi bularni yana ham chiroyli qilsa, biz ham uylarimiz, eshiklarimiz chiroyli bo'lib qoladi degan umiddaman. Lekin siz o'zingiz qilar ekansiz, hamma uy ishlarini. O'zim qilaman. Keyin ishga ketadi, ertadan ketib, kech payt keladi. Abidga ovqat qilib yegim kelsa, o'zim qilaman. Ancha-muncha narsa, kalta-kulta kirlarim bo'lsa, o'zim yuvaman. Ammo katta kirlar, og'ir kirlar bo'lsa, mana bu kelin o'zi yuvadi, o'zi nima qiladi. Ko'p ishlarni o'zim qilishga harakat qilaman. Chunki harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Harakat qilib tursangiz, sal qon yurishadi, boshqa bo'ladi degan narsalar bilan o'zim ko'proq harakat qilib turishga harakat qilaman. Ammo ishni qilib qo'yishim kerak, men shu ish qolib ketsa bo'lmaydi deb shunga men o'zim harakat qilaman. Endi kelin kelib qiladi deb o'tiraversangiz bo'lmaydi. Buni ham ishi ko'p. Kelib ovqat qiladi, boshqa qiladi. Kechqurun o'zim yoqaman, o'zim nima qilaman. Shularni o'zim qilib o'rganib qolganman. O'zim qilib, o'zim chiroyli qilib o'tirishga, pokiza qilib o'tirishga, chiroyli qilib o'tirishga men o'rganib qolganman. Shuni o'zim qilmasam ko'nglim olmaydi deb shunday. Pensiya olasiz-a? Pensiya olaman. Qancha olasiz? 1,12 million. Sizni o'zingizga, ro'zg'oringizga yetadi. Endi o'zimga yetadi ham, bir xil vaqtda yetmay qolishi ham mumkin. Endi men dorini ko'proq ichaman. Davlinam bor, davlinamga ichaman. O'timda buklanish bor deyapti, o'sha o'timga ichaman. Shunga dori-darmonlarimga ko'p ketib qoladi. Kunda 5 xil dori ichaman. Shu birinchi o'rinda menga dori-darmonlarim deyman. Dori-darmonim oshichasi bilan turadi mana shu yerda. Meni sog'lig'im kerak o'zimga deyman. Mana komitet juda yaxshi. Nimalarda yordam beradi ular? Komitetlarim o'shanaqa bayramlarda, boshqa nimalarda produktlar. Mana yaqinda 1 million pul chiqarib berdi. Xudoga shukr. Men bularni juda nima qilaman, juda yaxshi insonlar, shoiraxonam juda yaxshi. Tengqurimiz ikkovimiz. Menga qachon manaqa shoiraxon deyman, nomerlari bor. Ziyodaxonniki ham, buniki ham, ukamizniki ham bor. Men bulardan faxrlanaman. Juda yaxshi insonlar. Shu oldimga keladigan qiz bor, Yodgoray degan, u qiz ham yordam beradi, boshqa qiladi. Necha marta keladi haftada? Haftasida dushanba, payshanba keladi. Og'ir ishlaringizni qilib beradi. Ha, og'ir ishlarimni qilib beradi. Dori-darmonimni ashqiz yetkazib beradi. Pastda men ashqiz yetkazib beradi. Biz 10 yildan beri u qiz bilan birgamiz. Opinkadan ham ziyoda bo'lib qolganmiz. Juda yaxshi qiz. 10 yildan beri keladi. 10 yildan beri keladi. Bizni shuni tanishtirgan, shu yerga kiritib qo'ygan bu shoiraxon bo'ladi. Mana shu holatda bo'lsam ham men shu opamning o'g'llarini gapi bilan, akam olib borib olib kelaman dedi. Ayam shularning nimasi bilan men xursand bo'lib, bo'pti men ham borib kelay degan narsa bilan chiqib ketdim. Mana Xudoga shukr, sog' salomat borib, aylanib ziyoratlarni qilib mana keldim. Bu ishga kelganimga 38 yil bo'lgan bo'lsa, qizaloq edi-da.
Maktabda o'qituvchilar kirib uyda dars berib chiqib ketdilar. Meni mehrim bunga umuman boshqacha edi. O'zim mana tibbiyotda ishlayman. Birinchi o'rinda haftada bir marta shunday shu eshikni hidlab o'tib ketmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa o'zi ham telefon qiladi. Keyin "Ne qaydasiz? Yaxshimisizlar, o'tiribsizlarmi?" deb o'zi ham telefon qiladi. Chaqiradi. O'tirgan joyimda ham dadasiga aytaman bir kunda bir marta. Juma kunligida albatta yo'qlang opa-singilni. Opa-singilni yo'qlagan odamga Alloh beraveradi. Chunki ota-onadan qolgan bular davlatda. Bo'lib ham o'g'il bola uchun. Men iloji bo'lsa kunda kelaman. 9-kuni shu Madina-i Munavvaraga borgan bo'lsak, men bu qizni men olib bormadim. Bu qiz meni olib bordi. Bu qiz meni olib bordi. Chunki bar amallarni bajarishda birinchi o'rinda bu qiz bilan boramiz. Bu qiz bilan amallarni birgalikda bajarib chiqamiz. Birinchi tashqariga chiqishingiz, a? Birinchi tashqariga chiqishim. Men shu yoshga kirib 54-55 ga kirayotgan bo'lsam, endi chiqdim. Ugodolka shu uyda bo'lganman. Eng uzoq borgan joyim Andijon bo'lgan. Undan boshqa joyga men chiqmadim. Nima qaysi bir ta'sir qildi samolyot dedingizmi? Samolyotlar ham juda ta'sir qildi. Jinday qo'qishlar bo'ldi samolyotda. Endi Allohga shukr, yaxshi niyat bilan men samolyotda ketyapman demasdan avtobusda ketyapman degan narsa bilan hayollab 6 soat uchasiz ekan, 6 soat uchib borib oldik. Yana 6 soat uchib yurtimizga kelib oldik. Bitta savolim bor. Bu hammadan so'rayman. To'yingizga og'ir botmasin. Bu hayotingizdan o'zingiz rozimisiz yo hayotingizda bir orzularingiz bo'lmadimi? Endi biz nima deydi, hayotimizdan ming marta rozimiz. Amalga oshmagan bo'lsa ham endi shunga biz rozimiz. Ming marta men Xudoga shukr qilaman. Shu holatda shu nimada yurganim uchun ham men Xudoga shukr qilaman. Ming marta shukr qilaman. Endi orzularimiz amalga oshmasa ham, boshqa bo'lsa ham biz nima deydi, shu holatda mana chiroyli yurganimizga ham ming bor rahmat, ming bor shukr qilaman. Shu meni nima shu.